Assalomu alaykum qizlarjonlar, nasılsınız? Charchamayapsizlarmi? Qizlarjonlar, bu go'zallikni qaranglar, chiroyligini. Romashkali, advanchikli, rozmarinli maslalarimiz keldi qizlar. Qoshinglarni, kiprikinglarni shunaqa chiroyli qilib o'stirib beradi. Bemalol 16 yoshdan ruxsat berilgan, faqat kiprigi uchun 16 yoshdan. 1 yoshdan qoshlariga ham sursanglar bo'ladi qizlarjonlar. Qoshinglarni, kiprikinglarni qalin qilib, chiroyli qilib o'stirib beradi. To'kilishlarni to'xtatib beradi, ob'yom beradi, namlab beradi qizlarjonlar. Natijada qosh bilan kiprik juda ham chiroyli o'sadi. Bu go'zallikni tezroq ishlatgili kelib ketadi. Chiroyliligini qaranglar, ichida hamma narsani gulchalari bilan birga qilingan. Tayyor qizlar, bilasizlar, biz Misr bilan Dubaydan olib kelamiz. Xabaringlar bor, biz bularni Misr bilan Dubaydan olib kiramiz. Maslalarini eng tabiiy, eng sara maslalardan tayyorlanadi qizlarjonlar. Hammaga qulay bo'lgan holatda, faqat buni kechasi uxlashdan oldin surasizlar, 20 minutga yaxshilab chayib tashlaysizlar. Kunduz kuni surmaysizlar qizlarjonlar. Kunduz kuni kipriga narsa surilmaydi, qoshga ham maskara surilmaydi. Sababi kipriga keyin har xil infeksiyalar yuqadi. Shamol orqali, chang orqali yuqadi. O'shaning uchun faqat kechasi suriladi qizlar bunaqa narsalar. Mana go'zallikni qaranglar. Tezroq zakaz berish uchun direktga murojaat qilinglar.